2 kun oldin Instagramda zaпрос tashlagan edim. Eng ko'p berilgan 10 ta savolga umumiy qilib javob berishga va'da bergan edim. Mana hozir YouTube kanalimda hamma eng ko'p berilgan savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Demak, ketdik. Birinchi savol. Nechinchi yilsiz deb so'rashgan ekan. 92-yilman. Eng ko'p berilgan savol shu qayerlisiz va nechinchi yilsiz degan savollar bo'ldi. Asli Buxoroliman. 10 yildan oshdi Toshkentda istiqomat qilaman. 6-may 1992-yilda tavallud topganman. Hozirda 29 yoshdaman. Ikkinchi savol bu turmush o'rtog'im haqida bo'ldi. Ko'pchilikni bu narsa qiziqtirar ekan. Turmush o'rtog'ingizni sevasizmi? Turmush o'rtog'ingizga sevib turmushga chiqqanmisiz? Turmush o'rtog'ingiz qayerda ishlaydilar? Turmush o'rtog'ingiz nega sizni rashk qilmaydilar? Mana shunaqa ko'plab savollar, turmush o'rtog'im haqida ko'plab savollar keldi. Hozir birma-bir savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Demak, ikkinchi savol, turmush o'rtog'ingizni sevasizmi? Bizga sevgidan ko'ra ko'proq hurmat qilish kuchliroq bo'lsa kerak. Iloji boricha turmush o'rtoq tanlaganda his-tuyg'uga berilmaslikka harakat qilganman, aqlim bilan tanlashga. To'g'ri, hayotimda ko'p bola bo'lgan, yoqqan, lekin hayotimda hech qachon yigitim bo'lmagan. Kelgan sovchilar bilan uchrashib ko'rganman, lekin ularni hech birini yigitim deb aytolmayman, hisoblamayman. Shunaqa bolalar ham bo'lgan va juda qattiq sevishgan, yoqtirishgan, uylanishga tayyor. Men ham ularni qattiq yaxshi ko'rib qolganman, lekin povod bermaganman. Chunki ularning xarakterini o'rganish davomida birga ham baxtli o'zim xohlagan darajadagi hayotda yashay olmasligimni tushunganman. Boshqalar ham so'rardi, nimaga yoqmaydimi u bola deganga, yoqadi derdim. Nima uchun bo'lmasa povodingni bermaysan deyishganda, shunaqa derdim. Men his-tuyg'uga berilib emas, aqlim bilan turmushga chiqishni xohlayman. U men kutgan inson emas derdim. Xuddi shunaqa xo'jayinimni ham sevib tanlamaganman, aqlim bilan tanlaganman. Keyin oxirgi o'sha 23-24 yoshlikda yetganimda har bitta sovchi kelgandan keyin har xil shartlar qo'ymasdan, umuman o'zimcha xulosa chiqarmasdan hammasini Alloh taologa tavakkal qilganman. Keldi misolchi, Xudo mendan yaxshiroq biladi shu inson meni taqdirimmi yoki yo'qmi deb istig'fora namozini o'qib ko'rardim. Xo'jayinimda primерно taxminan 8 marta istig'fora namozini o'qib ko'rganman. 8 marta ham ijobiy javob olganligim sababli o'z-o'zidan to'yim ham tezlashib ketdi. O'zi 1 yildan keyin bo'lishi kerak edi. Tanishganimizga 4 oy bo'lgan bo'lsa, uchrashganimizga 5 marta bor yo'q bo'lgan bo'lsa, darrov to'yim bo'lib ketgan. 4 oy ichida to'yim bo'lib ketgan. Istig'fora namozi shunaqa namoz. O'qigan paytimda agar shu narsa menga yaxshilik bo'lsa, shu tezlashsin. Agar yomon narsa bo'lsa, buni o'z-o'zidan uzoqlashtirgin deb duo qilinadi. Va shu narsa sizga haqiqatan ham kerakli narsa bo'lsa, hayotingizga siz uchun bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan tezlashadi. Ko'pchilik, ayniqsa obunachilarim 1-2 marta shu savolni berishganda, istig'fora haqida ham so'rashgan, qanaqa bo'ladi alomati, qanaqa bilsa bo'ladi alomatini deb so'rashgandi. Muhammad sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, agar shu namozni o'qib bo'lganlaringizdan keyin birinchi xayollaringizga keladigan narsa odatda to'g'ri narsa hisoblanadi. Bu bitta alomat. Ikkinchi alomati tushlaringizda oq yoki yashil rangni ko'rishlaringiz, bu ha belgisi. Bu siz uchun ijobiy. Siz ha deb xulosa chiqarishingiz kerak. Agar qizil bilan qora rangni ko'radigan bo'lsangiz, bu yo'q belgisi. Demak, rozi bo'lmasligingiz kerak yoki istig'fora namozini istagan bitta narsani so'rab o'qisangizlar bo'ladi. O'qishga kirishlaringizni, turmush masalasi, istagan bitta qaror qabul qilishdan oldin agar istig'fora namozini o'qisangizlar, hayotda adashmaysizlar. Nima sizlar uchun to'g'ri, nima sizlar uchun noto'g'ri tushunib olasizlar. Har xil yo'llar bilan alomat berishi mumkin. Kimdir sizlarga ogoh qilishi mumkin yoki
masalan 8 marta o'qigan bo'lsam, bittasida istixora namozini o'qib bo'lganimdan keyin Qur'ondan fol ochganman. Qanaqa qilganman? Qur'on o'zbek tilida Qur'on kitobim bor. So'raganman Allohdan, haqiqatan shu inson meni taqdirimmi? Ko'zimni yumgan holatda ochganman, qo'limni istagan bitta oyatga qo'yganman. Ko'zimni ochib o'sha anaqani o'qiganman. Juda ham hayron qolgandim to'g'risi. Alloh taolo har bitta insonni juft haloli bilan mos yaratgan degan oyat chiqqandi. O'shandan tushunib olgandim, shu haqiqatan bu meni taqdirim. Bu inson meni taqdirim. Bu bitta alomat bo'lgan. Ikkinchi alomat, tush ko'rganman. Tushimda yashil rangni ko'rganman. Aynan o'sha o'qib bo'lganimdan keyin to'g'ri Qur'on kitobini ko'rganman. Qanaqadir oyat, lekin oyatni o'zini umuman o'qimaganman. Umuman yo'q narsa, qanaqadir oyat, lekin hech qanaqa yozuvi yo'q. Na o'zbek tilida, na arab tilida hech qanaqa yozuv yo'q. Prosta yashil rang ko'ringan. Shundan ham tushunganman, что bu inson meni taqdirim. Bir marta oyim aytdilar, o'qib bo'lganimdan keyin istixora namozi Anvarni tushimga ko'rdim. Oppoq, sutdek oppoq ekan. Menimcha yaxshi insonga o'xshaydi, yaxshilik alomati bo'lsa kerak deb. Bir marta xolam telefon qilgandilar menga. Hali Anvarni tanimasdilar, bilmasdilar. Doim o'zi qanaqa sochlar kelsa ogoh qilardik. Qarindosh urug'larimizga nimagadir Anvar haqida hali aytib ulgurmagandik. Telefon qildilar. Xolam yaqinda menimcha taqdiring ochiladi, men shunaqa tush ko'rdim deb. Biz 8 marta ham o'qigan bo'lsam, 8 marta ham ijobiy, ya'ni ha degan javob olganligim sababli ko'nglimni to'q qilib, Allohga tavakkal qilib, shu insonga rozi bo'lganman. Sevish qanaqa? Hurmat, qanaqadir ma'noda yoqtirish bizada bor. Bunaqa sog'inch, rashk qilish, kuyinish, bilmadim, bunaqa narsa, bunaqa kuchli his-tuyg'ular bizada yo'q menimcha. Yoqtirish bor, hurmat qilish bor, lekin sevgi yo'q. Men o'zi shu narsani kutganman ham. Hayotda sevib turmushga chiqishni xohlamasdim. To'g'risini aytsam, o'lib kuyinib, kimnidir xo'jayinlarini telefonlarini nima deydi, tekshirib, shunaqa ketidan erini tekshirib, agent qo'yib, shunaqa ayollarga qarasam, sevishdan yiroq bo'lgim kelardi. Bunaqa narsalar menga umuman yoqmagan. Hozir ham masalan savol berdingizlar, nima uchun eringiz rashk qilmaydi deb. Bu haqda ko'p so'raysizlar. Ayniqsa ba'zi birlaringiz negativ ham yozgansizlar. Xo'jayinim haqida rashk qilmaganliklari sababli. Lekin men aynan shunaqa insonni xohlaganman. Aynan mana shunaqa rashk qilmaydigan, menga ishonadigan. Men nima uchun hayotimda umuman yigitim bo'lmagan, men doim o'zimga maqsad qo'yganman. Hech kim bilan gaplashmayman. Rashk qiladigan insonlarni to'g'risi orqam ko'tarmasdi, yomon ko'rardim. Menga qolsa, ayol kishi ham, erkak kishi ham bir-biriga ishonib, erkin qo'ygani yaxshi. Tekshirib, uni rashk qilib, bilmadim, bu narsalarni yoshligimdan yoqtirmaganman. Umuman yoqtirmasdim. Doim aytardim, men shunaqa Xudo xohlasa umuman hayotimda yigitim bo'lmaydi. Menga erim, xo'jayinim shunaqa ishonadiki, rashk qilmaydi, Xudo xohlasa rashk qilmaydi. Chunki rashk degan so'zni yomon ko'rardim, bilmayman nimaga, yoqtirmasdim. Men mana shu narsaga erishdim haqiqatda ham. Xo'jayinim menga 100% ishonadilar. To'g'ri, balki kiyinishim ozgina zamonaviy bo'lishi mumkin. Balki sizlarni hayron qoldirishi mumkin. Joleferda bemalol kechki payt 12 da 1 da joleferlar qilib olib borishi mumkin. Lekin menimcha odamning ko'ngli to'g'ri bo'lsa, erkak kishimi, ayol kishimi, har bitta inson bu inson, Alloh taolo tomonidan yaratilgan inson. Bu narsani umuman yomon tarafi bor deb o'ylamayman. Rashk qilishga asos bo'ladigan narsa bu deb hisoblamayman. Shuning uchun ham bilmadim, men uchun bu naborot aksincha ijobiy. Qandoq tanishishimizga keladigan bo'lsak, uyimizga juda ham ko'p sovchi kelgan. Doim men shu sovchilarni deb men
dadamdan deyarli gap eshitmasdim. Dadam ko'pincha поддержка qilardilar. Молодец, yaxshi qilding, mayli deb qo'yaver derdilar. Oyimdan ko'pincha gap eshitardim. Nimaga kattalik qilasan? Kimsan? O'zi qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Ovqat pishirishni bilasan, uy ro'zg'orini eplaysan. Istagan bittasiga bir oydan keyin seni haydab yuboradi. Shuningga ham o'zingcha kattalik qilasan. Nimanga rad javobini berasan deb nuqul kelgan sovchilardan keyin rad javobini bersam gap eshitardim. Nuqul uydagilardan faqat eshitgan gapim faqat sovchilar uchun bo'lgan. To'g'risi o'zimga ham rosa jonimga tekkandi shu narsa. Kunlarni birida dadam ham o'sha bu narsa jonlariga tegdilar. O'sha yana bitta boladan keldi. 95% bola shartimga rozi bo'lishardi. Baribir ham rozi bo'lishsa ham nimadir nima deydi? Ko'nglimdagi inson bo'lmaganligi sababli bilmayman, taqdir bo'lmaganligi sababini bilmayman. Nuqul ayb qidirardim. Bittasi ham kelgandi, diplomatiyani tugatgan, 6 ta tilni biladi. Bo'ldi. Ota-onasi aytibdiki, biz bilan yashamaydi qiziz, bemalol alohida yashashadi, kvartira olib beramiz, alohida yashaydilar. Qiziz bizga ish qilgani, boshqa hech narsasi kerak emas, o'g'limni baxtli qilsa bo'ldi. Men bu yerdan yo'q deyapman. Dadam nimaga deb aytyaptilar. O'sha bahona topolmayapman deb, tishi egri deb aytyapman. O'sha dadam ham bu narsa o'sha joylariga tegib qoldi. O'zi kimga tegasan dedilar. Qarab, o'ylab qarasam, umuman uyimizga biror marta ruslardan sovchi kelmagan ekan. Men rusga tegaman dedim. Oyim rus millatidan ko'ra o'zbek millatlarini ko'proq ma'qul ko'rardilar. Oyim bu narsaga qarshi edilar. O'shanga aytdimki, bu o'sha vaziyatlardan chiqib ketish uchunmi bilmayman, lekin haqiqatan shu narsani xohlaganimni bilmayman. Dadam aytdilarki, bo'ldi, rusga tegadigan bo'lsang, o'zim topib beraman rus dedilar. Men aytdimki, xo'p, mayli, siz topib bering, oyim tanlasinlar. Ikkalariz kelishib o'sha bolaga rozi bo'lsanglar, men ham roziman dedim. Shu bilan vaziyatdan chiqib ketdim. Shundan keyin umuman gap eshitmaydigan bo'ldim, hammasini o'zlariga qo'yib berdim. Dadam haqiqatan ham rus bolalarni topishni boshladilar menga. Oyim tekshirib ko'rib tanlashni boshladilar. Xo'jayinim bilan xuddi shunaqa vaziyat bo'lgan. Xo'jayinim qanaqadir ish bilan o'sha payt 28 yoshda deputatlikka nomzodlari qo'yilgan edi. Qanaqadir masala bo'yicha dadamga iltimos bilan, qanaqadir murojaat bilan chiqishmoqchi bo'lgan. Dadam kelib menga aytdilarki, bitta hozir bola keladi, uni o'zi bexabar, sen prosta o'rgangan u bolani, agar senga ma'qul bo'lsa, men qanaqadir nam yoqib beraman, u hali o'zi bexabar. Xullas, xo'jayinim ya'ni Anvar keldilar. Endi bu gapni o'zlari aytib beryaptilar. Keldim, men o'zimning masalam bilan, ish bilan dadangning oldiga keldim. Meni ish masalam qolib ketdi. Bu yerdan dadamning bitta o'rtoqlari keldi, keyin sen kelding, keyin oying keldi, keyin qanaqadir tyotinka keldi, xolacha keldi. Hammalariz meni savol-javobga olib ketishni boshladilar. Конечно, men savol bermadim. Ular doim sovchi kelganda o'zi xolam, dadamning o'rtoqlari o'tirib olib, so'rab surishtirib, qanaqa ekan, nima ekan, qiziqishib, o'rganib chiqishardi. Mendan oldin ular o'rganib chiqishardi. Keyin shunaqa o'rganishni boshlashdi. Keyin mayli, xo'jayinim aytibdilar, ular ham mayli deyaptilar. Ketyapman. O'sha chiqib ketyapman. Menga dadang aytibdilarki, ha mayli, deputat bo'lgin, qizimni beraman. O'sha men o'zim aloqaga chiqmadim. Sizlar hech narsa taklif berganim yo'q, yana ketyapman. Shart ham qo'yapsizlar deb aytibdilar deb kulib. Juda ham hayron qolganlar. Men chunki xo'jayinim, men asli Buxoroliman, xo'jayinim Toshkentlik. Buxorolik juda ham ko'p o'rtoqlari bor. Hattoki Buxorolik o'rtoqlariga sizlarga urf-odat shunaqa aksincha qiz bola tomonidan taklif beriladimi sovchi masalasi deb surishtirganlar. O'sha payt 21 yoshda edim. To'g'risi, meni xayolimda umuman turmush masalasidan yiroq bo'lgan narsalar aylanardi. Men o'zimning xayollarim bilan o'zim edim.
O'tdan pul topishga qiziqardim, kurslarga borishga qiziqardim. Umuman boshqa xayolda yurar edim. Menga turmushga chiqish xayoli hali bo'lmagan, to'g'risini aytsam. Keyin bu masalani oyimga qo'yib berganman. Tipa dadam topib bersinlar, siz tanlang deganman-ku. Rosa o'yladilar oyim. Juda ham yaxshi bolaga o'xshayapti, lekin baribir begona insonlar qanaqaligini bilib bo'lmaydi. Xo'p, mayli, hali yoshsan-ku, ko'ramiz, boshqa variantlarni ham ko'ramiz dedilar-da. Bo'ldi, bu masalani nima deydi, chetga surib qo'ydilar. 24 yoshga yetganimda o'sha oyim qat'iyan meni oldimga vazifa qo'ydilar. Bo'ldi, Firuza, bizani azob beryapsan, qiynayapsan. Shu poklonniklaring ichidan bittasini tanlaysan, biz bilmaymiz, bittasini tanlaysan. Keyin o'zing qanaqa xohlaydigan darajada balki o'zgartirasan, boshqa qilasan, biz bilmaymiz. Lekin sen turmushga chiqishing kerak degan vazifani qo'ydilar. O'sha payt haqiqatan ham o'sha turmushga chiqishim kerakligini o'sha nima deydi, his qildim. Haqiqatan bu narsani xohladim. O'sha payt men sizlarga aytaman, haqiqatan duo bu inson taqdirini o'zgartirishga yordam beradigan, orzularni ushaltirishga, amalga oshirishga yordam beradigan vosita. Haqiqatan ham men hayotimda bir necha marta sinab ko'rganman. Ayniqsa begonalar uchun duo qiladigan bo'lsangiz, juda ham tez ushaladi. Chin dildan Xudodan duo qilib so'radim. Ikkita insonni ta'rifladim. Bittasi mana shu xo'jayinim sifat inson edi, haqiqatan ham. Ko'rinishi muhim emas, lekin bo'yi uzun bo'lsin deganman. Bo'yi uzunlarni yaxshi ko'rardim. Ozgina simpatichni bo'lsa bo'ldi. Kam deganda 3 ta tilni bilish kerak derdim. Haqiqatan xo'jayinim o'zbek, rus tili, ingliz tilini 100% biladilar. Xarakterlarini ta'riflaganman, ko'rinishini, menga bo'lgan munosabatini, xullas hamma narsani ta'riflab, ikkita insonni ta'riflaganman. Mana bunaqa inson bo'lsin yoki mana bunaqa inson bo'lsin deb ikkita insonni ta'riflaganman. O'shandan keyin xayolimda ikkita inson keldi. Oyimga aytdimki, oyijon, esingizda bo'lsa mana shunaqa bola bor edi, gaplashib ko'rmagandim o'sha bola bilan. Yana bitta bolani misol qilib aytdim. Yo'q, u bolani aytishdiki, to'g'ri kelmaydi dedilar. Mayli, bu bola agar hali ham uylanmagan bo'lsa, gaplashib uchrashib ko'rgin deyishdi. Xo'jayinim bilan, xo'jayinimning akalari bilan dadam o'rtoq, yaqin o'rtoq. Akasini chaqirtirdilar, surishtirdilar, hali ham ukang uylangani yo'qmi, boshqami, taklif berganlar. Nima qandoq bo'ladi agar meni qizim bilan ukangni tanishtirsak? Ular darrov bu narsaga rozi bo'lishdi. Xo'jayinim bilan ertasi kuni kelishdi, uchrashib gaplashib ko'rishdi. Dunyoqarashlarini o'rganish davomida menga ma'qul tushdi. Bir-birimizga ma'qul bo'ldik, xullas. Uchrashish davomida. Xullas shunaqa tanishganmiz. Hech qanaqa uchrashuv, hech qanaqa sovchi emas. Shunaqa usulda, qanaqadir noodatiy usulda tanishib qolganmiz. Keyingi savol, nima ish qilasiz? Asosiy faoliyatim intensiv baliq barakasida direktorman. Bu qonuniy ish joyim, asosiy faoliyatim. Ikkinchi faoliyatim bu onlayn magazinim bor, duhi sotaman Instagramda. Uchinchisi hobbi sifatida blogerman, lekin как hobbi sifatida ham deya olmayman, chunki Instagramda daromad ko'rishni boshladim bu faoliyatdan, blogerlik faoliyatidan. Xudo xohlasa hobbini butunlay kasb faoliyat sifatida o'zlashtirish niyatim bor. Mana YouTube kanalda ham sekin-sekin videolar joylashtirib bormoqchiman. Qiziqishlarimni, she'r yozishga qiziqaman, qo'shiq yozishga qiziqaman, she'rlarimni, qo'shiqlarimni, gitara chalish bo'lsa gitara chalish, rasm chizish bo'lsa rasm chizish, yoki qanaqadir balki ovqatlar pishirish, balki farzandlarim bilan qanaqadir qiziqarli videolar, iloji boricha maksimal YouTube'da ham ko'proq videolar qilishga harakat qilib bormoqchiman. TikTokda ham o'zimning faoliyatimni boshlamoqchiman va Xudo xohlasa blogerlik faoliyatimni asosiy faoliyat sifatida kirgizmoqchiman hayotimda, chunki ham qiziqishlaringizni olib borib,
ham mana shu qiziqishlaringizni ketidan daromad ko'rish menimcha eng zo'r inson uchun ajoyib bir kasb, qiziqarli kasb bo'lsa kerak deb hisoblayman. O'zi asli soham buxgalter, auditorlikni tamomlaganman. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini o'qib tamomladim. Buxgalter bo'lib bir nechta joylarda ishladim. Buxgalterlikka ham qiziqaman, lekin baribirga ham bu menimcha bu meni kasbim emas deb o'ylayman. Yana bilmadim, ko'ramiz. Ikkinchi mutaxassisligim Nizomiy institutida psixologiya fakultetini tamomladim. Bu narsa men uchun deb hisoblayman. Juda ham psixologiyaga juda ham qiziqaman, lekin bu narsaga hali tayyor emasman, afsuski. Haqiqiy yaxshi psixolog bo'lish uchun o'z ustimda ancha ishlashim kerak deb hisoblayman, o'ylayman. Obunachilarim ko'pchiliklar yozishadi, "Yo'q, sizni qo'lingizdan keladi psixolog bo'lish" deb. Men aytamanki, "Yo'q, meni qo'limdan kelmaydi." Chunki men psixolog bo'lish mas'uliyati nima ekanligini bilaman. Odam muammosi bilan keladi oldingizga. Siz shunchaki maslahat berishingiz kerak emas u insonga. U maslahatni hamma bera oladi. Uni ota-onasi ham, dugonalari ham, boshqasi ham. Psixologlarning vazifasi uni shunaqa yo'nalishda olib borishki, o'sha xulosani o'zi chiqarishi kerak. Bu yo'nalishda uni olib borish bu juda ham mushkul, hammani ham qo'ldan keladigan ish emas. Bu uchun yuqori darajadagi bilim va yuqori darajadagi amaliyot kerak bo'ladi. Niyatim bor psixolog bo'lish, lekin hali bu narsaga tayyor emasman, afsuski. Boshqa savollarga tez javob berib o'taman, chunki video juda ham cho'zilib ketdi. Demak, eng katta orzungiz va maqsadingiz deb so'ragan ekansiz. Azizlar, eng katta orzu maqsadlarni aytib bo'lmaydi, chunki sizlarga aytaman, sizlar ham agar orzularingiz kuchli maqsadlaringiz bo'lsa, u narsani ko'z qilish kerak emas. Chunki orzu maqsad shunaqa narsa, energetikasi bo'ladi. Har bitta orzuni, har bitta maqsadni bu insonni qanaqadir taqdir yo'liga erishishga sababchi bo'luvchi narsa bo'lishi mumkin-da. Uni o'zini har bittasini aurasi, energetikasi bo'ladi. Agar siz u narsani boshqalarga aytishni boshlaganingizdan keyin bu sizni o'rtog'ingiz bo'ladimi, eng yaqin insoningiz, hattoki sizga umuman yomonlik tilamaydigan inson onangiz bo'ladimi? O'sha onangizga ham aytganingizda energetika chiqib ketadi. Ushalmaydi emas, u orzu ushalishi mumkin, ushalishi qiyin bo'ladi. O'sha energetika kamayadi, ushalishi sekinlashadi. Shuning uchun qancha ovozasiz ichdan, tubdan, yurakdan niyat qilib sekin bu narsani amalga oshirsangiz, bu shuncha maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuning uchun bu savollaringizga javob bera olmayman. Eringiz nima ish qiladi degan ekansizlar, neft-gazga ishlaydilar. Juda ham og'ir bosiqsiz bu tarbiyami yoki shunday bo'lishga harakat qilasizmi degan ekansiz. Yo'q, bu tarbiya ham emas, bu shunday bo'lishga harakat ham qilaman emas, bu xarakter. Har bir insonda xarakter shakllanadi. Menda shunaqa xarakter. Men shunaqa xarakterli insonman. Bunday narsa meni jahlimni chiqara olmaydi. Yo'q, ba'zi paytda asabiylashish mumkin, ba'zi paytda jahl qilishi mumkin. Lekin juda ham kam hollarda, hatto masalan farzandli borlar meni tushunishadi. Ba'zi paytda bola injiq bo'lgan payt odam asabiylashib, dodlab, o'zi bilmagan holatda bolasini urishib yuborishi mumkin, so'kishi mumkin. Masalan, katta o'g'ilcham 3ga kirgan bo'lsa, 3 yoshdan o'tgan bo'lsa, men shu paytgacha faqatgina "Ey!" deb dodlab, bor yo'q 3 marta dodlagan bo'lishi mumkin. Chunki bunday narsaga asabim buzilmaydi meni. O'zi bolalarni so'kish ham kerak emas. Agar naboda shunchalik asabiylashsangiz, shunchalik urishingiz kelsa, shunchalik so'kkingiz kelsa, ularni mol, eshak deb urishmang, iltimos sizlardan aziz onalar. Chunki bu ularni kelajakka ta'sir qiladi. Iloji boricha harakat qiling. Agar ichingizdagi, men tushunaman, har bitta onalarda sharoit, vaziyat har xil bo'ladi. Qiyinchilikda o'sgan qizlarimiz bor. Qiyinchilik sharoitda katta bo'layotgan, o'sha paytda odam asabiylashib dodlab yuborishi mumkin. Bu shunaqa paytda mayli dodlang farzandingizga,
baxtli bo'lgin deb urishing, iloyim bilimli bo'lgin, iloyim boy bo'lgin deb shunaqa tarzda urishib dodlasangiz, menimcha maqsadga muvofiqroq bo'lardi. Farishtalar ham omin deydigan bo'lsa, bu farzandingizni kelajakka ijobiy ta'sir qilgan bo'lardi. Shuning uchun agar urishmoqchi bo'lsangiz, mana shunaqa tarzda albatta urishing. Keyingi savol bu hayotdan nimalar topa oldingiz? Eng muhimlari. Judayam bir qiyin mushkul savol. Eng oxirgi kelganda. Davайте men bitta oson savolga javob beray, lekin buni o'ylab javob beraman. Narxozda keyin magistraturada o'qiganmisiz? Yo'q, magistratura o'qimadim. Bu hayotda nimalar topa oldingiz? Eng muhimlari deganda, tak, bilmadim, bu haqda aytishim o'rinlimi yoki yo'qmi? Menga doim yo, davайте keling shu savolga javob bermayman. Shunchaki qarab chiqdim savollaringizga. Eng qiziqarli oxirgi bu savollardan ko'p berilmagan. Prosta menga qiziqarli tuyulgan mana shu oxirgi 3-4 ta savolni shundoq yozib oldim. Lekin endi javob berishga qiynalyapman to'g'risi. Davайте shu oxirgi savolni shundoq javobsiz qoldiramiz. YouTube kanalimga obuna bo'ling, chunki YouTube kanalimda ham blogerlik faoliyatimni olib borish niyatim bor. Xudo xohlasa, balki tez konkurslar uyushtirish niyatim bor. Aktivliklaringizga qarab, sekin-sekin konkurslar olib boraman. Подписчиклар soni 1500 taga yetganda yokida mana shu videoyim soni 2000 ta prosmotr yeganda, albatta misorovka g'olibini aniqlaymiz. Faqat YouTube kanalini 100% hali tushunmayman, to'g'risini aytaman. Konkursni Instagramda olib boraman. Agar sizlar aynan YouTubedan o'tgan obunachi bo'lsangizlar, bemalol Instagramimga ham obuna bo'lib ulgurib olinglar, chunki Instagramimda tez konkurslar uyushtiraman va YouTube kanalimdagi g'oliblarni ham Instagramdagi jonli efirda aniqlayman. Obuna bo'ling, like bosing, komment bosing, aktiv bo'ling. Va YouTube kanalimda ham tezroq blogerlik faoliyatimni boshlashimga nima deydi, o'z hissangizni qo'shsangiz juda ham xursand bo'lardim. Sog' bo'linglar.